Bitta kurs lecheniyani o'zidan bolada tushunchalar paydo bo'lib, umuman nutqi bo'lmagan ekan. Hozir ham nutqi yo'q, lekin vokalizatsiyalar, detskiy letiklar bir kurs lecheniyani o'zida chiqqan. Ya'ni a, o, u harflar hamda o'zini xitoycha tilida gaplashishi hamda ukazatelni, ya'ni barmoq bilan ko'rsatishi bir kurs lecheniyani o'zida paydo bo'lgan ekan. Va assalomu alaykum hammaga. So'ng kundan bir lecheniya olayotgan Samarqandning Narpaydan kelgan Muhammadalining bolajonimiz. Qarab berish qarang. Biz bu bolajonni birinchi marta dekabr oyida Samarqanddagi Umida Jamolnani markazlarida ko'rik qilgan ekanmiz. Bitta kurs lecheniyani o'zidan bolada tushunchalar paydo bo'lib, umuman nutqi bo'lmagan ekan. Hozir ham nutqi yo'q, lekin vokalizatsiyalar, detskiy letiklar bir kurs lecheniyani o'zida chiqqan. Ya'ni a, o, u harflar hamda o'zini xitoycha tilida gaplashishi hamda ukazatelni, ya'ni barmoq bilan ko'rsatishi bir kurs lecheniyani o'zida paydo bo'lgan ekan. Va shundan keyin onajonisi mana BMP klinikasiga to'liq davolanishga olib kelgan. 10 kun, bugun 10-kun. Bolajonni hozir telefonni o'zim videoga o'tirib berish uchun berib qo'ydim, lekin telefonlarni deyarli qiziqmayapti, deyarli o'ynamayapti bola. Tushunchalari ancha oshgan, o'ziga kerakli narsalarni, ya'ni suv, non yemoqchi bo'lgan hamma narsasini bolajon ko'rsatishni boshlagan. Juda ham injiqliklari, yig'loqliklari, manipulyatsiyalari bo'lgan bola, hammasi bolani bosilgan hozir. Juda ham ideal holatda, mana ko'z kontaktlari juda ham zo'r. Bu bolada baribir stereotip xatti-harakatlar bor. Boshida ismiga qaramasliklari bormidi? Hozir qaraydi. Hozir ismiga ham qaraydi. Yengil buyruqlarni bajarishlari bor. Yengil buyruqlarni bajaradi. Nechaga to'ldi Muhammadali? 5 yoshga to'ldi. Bizdan oldin qatlada davolanishgan bilmayman. Bir kurs BMPni o'zida bu ikkinchi marta olyapti. Shunchaki konsultatsiya qilib uyga yozib bergan dori-darmonimiz va ko'rsatmalarimiz orqali bular to'g'ri yo'nalishda yurishgan, logopedik doktorlarga olib borishgan va natijada bolajonda shunaqa zo'r o'zgarishlar birdaniga kuzatilgan. Agar sizni ham bo'lingda shunaqa diagnoz kuzatilayotgan bo'lsa, BMPga murojaat qiling. Endi qarab ber.